Mendan yaqinda bir kishi Tiko qidirgandi, Tiko so'ragandi. 1,5-2 ming dollarga yaxshi Tiko olsa bo'ladimi deb. Mana men sizga Matiz tavsiya beraman. Yili ham yaxshi Tikolarni eng yaxshi yili 2000-yil, 2002-yil. Bu esa 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Motorchasini ochib ko'rsataman. Propan gazi ham bu. O, siqqina qo'l muzlab ketgan sovuq. Ekranga laykni bosing. O'ylamang, kraskasi polni deb. Egalar nima degan bilasizmi? 30% kraskasi bor dedilar. Yo'qida 20%. O bor ustozga ko'rsatasiz, lekin ustozga ham ko'rsatmang. Chunki bozordagi yo'q narxga men sizga Matiz tavsiya beryapman. Motor, korobka, hadovoy hammasi zo'r ekan. Motor bir ham moy yemaydi dedilar. Yana siz borib ustozga ko'rsatasiz. Malonlikka holatlari yaxshi. Sovuqda saqotmasdan yurish uchun manamni bosib o'rish kerak. Seriozno bosib o'rish kerak. Chunki narxi yuvosh. 1950 dollar. 17 Pro Max 1 terabaytlik iPhone'ni olmaysiz-ku. Mana shuni olasiz, zato oilangizni xizmatini qiladi. Salon holatini olamiz. Mana bitta manamni ochsak, qaniydi buni? Qarchi, mana qarang. Cho'l poliglari bor, bosib o'tgan masofasi 2 kilodan ziyod. Mashincha o'zi zo'r-da. Ya bozorda men ko'rdim-da bitta. 2100 dollar so'ralib o'tiribdi. Mana bu yoqda shpaklyovkasi qo'parilib ketgan. Eshikda shpaklyovka chaqqa-chuqqa bo'lib. Mana ko'ring. Qanaqangi idealni turibdi-da. Bagajni ish qilib yoqda aniq to'rtikoni yo'q ekanda, qarayman. Banomni o'chib o'ribman. Propan gazi borda, samgram sto bilan almashgan bu sherchalari qora. Bu tomonlari ham zo'r turibdi-da, hamma joyi yaxshi. Puliga arziydi-da. 1950 dollarga hozir Tiko beryapti. Men sizga Matiz tavsiya beryapman. O'ylamasdan bossangiz bo'lmaydimi? Ekranga ham laykni bosing do'stim. Nomer telefoni pastda bo'ladi. 1950 dollar 2008-yilda ishlab chiqarilgan Matiz 3 talik. Motor, korobka, hadovoy hammasi zo'r dedilar. Ustalaringizga